Amerikanın sobiq davlat ishlari kotibi Pompeo 19 yanvar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlaganligini e'lon qildi. Pompeoning qarori xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan bir paytda Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistonda Uyg'ur kadrlarini Pompeoni ayblashga buyurganligi diqqatni tortdi. Yazma buyruqda ko'rsatilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Pompeoning Xitoyga qaratgan bayonoti tövəndəki talablar bilan har qaysi organlarning qisqa filmida ifodalanishi kerak. Birinchi, Xanzuchini yaxshi so'zlaydigan Uyg'ur bo'lishi kerak. Ikkinchidan, Xitoyliklar oldi bilan o'zini va ishxonasini tunishtirish kerak. Üçüncü qadamda bo'lsa, Pompeoning so'ziga qarshi men kuchli qarshi turman, men ochiqlanaman degandek ifodalarni ishiltib, partiya hukumatini qo'g'dish kerak. To'rtinchi, Xitoyni yaxshi ko'radiganligini va xo'shal-qoram yashaydiganligingizni ifodalash. Bu turni qanday qilish kerakligini tushuntirib beradi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini yoshirishning hech qanday usulidan saqlanmaganligini bayon qildi. Uning jinoyatini yoshira olmadi, chunki xalqaro jamiyat Xitoyni nihoyat yaxshi bilishga boshladi. Angliya Yahudilar jamiyatining nopusluq arboblari 27 yanvar cho'ng qirg'inchilikni xotirlash kunida Uyg'ur turklarining ziyonkashlikka uchraganligini ko'rsatib, bu masalaga inkas qaytarish ularning axloqiy majburiyati ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Rabbis Yahudilar mahalla rahbarlari va cho'ng qirg'inchilikdan omon qolganlar Angliya hukumatiga Xitoyning Uyg'ur turklariga tutgan muomalasiga qarshi texnik kuchli pozitsiyada bildirish uchun tirishishning oldin qisibida. Kishilik huquq tashkiloti Renni Kassin cho'ng qirg'inchilikni xotirlash kuni Uyg'ur turklarini davolashga alohida o'rin berdi. Yana bir tarafdan Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Jang Junning New Yorkdagi cho'ng qirg'inchilik xotira programmasiga qatnashishi tanqidni keltirib chiqardi. Sharqiy Turkistonning Amerikaga qilgan eksporti 2020 yil oldingi yilga selishtirganda bir hassidan ko'proq oshdi. Gerçi Washington hukumati musulmon Uyg'ur oz sonliqlarga qaratilgan huquqqa daxl taruz qilish va majburiy emgak qilish sababidan rayonda tijorat qilayotgan shirkatlarga yurgizgan jazoga qaramay, Janubiy Jungo atiganlik pochtasi GSning xabariga qaraganda, eksportning ko'payishi rayonda ishlab chiqarilgan shamol turbalarining setilishidan kelgan. O'tgan yili eksport umumiy miqdori 2019-yilga selishtirganda 116% oshgan bo'lsa, shamol turbasining eksporti 325% oshgan. 2020 yilning keyingi yerimida chiqarilgan qarorlar bilan Amerika parlamenti Uyg'ur turklarining majburiy emgak bilan ayblanishi bilan Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan bir qism Xitoy shirkatlarini eksport qilishni chekladi. Amerika Tamojna va chegara mudofaa idorasi 12 oyning 3-kuni Sharqiy Turkistondan paxta import qilishni to'xtatadiganligini va portlardagi mahsulotlarning tutib qilinadiganligini e'lon qildi. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo 19 yanvar Prezident Donald Trumpning vazifaga o'tash muddati to'shidan 24 soat burun ular Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb yakun chiqardi. Huawei Amerika tarafidan Trumpning qo'l ostida savdo qaratsimligiga kirgizilgan. Bu ahvol Huawei'ning Google qatorliq Amerikani asos qilgan mahsulot va mulozimatlarni ishlatishini chekladi. Shirkatni avorchilikka solgan bu embargo Baydenning boshqarishida tekshiriladi. Baydenning savdo ministri nomzodi Raymondo Kengash palata a'zosi Ted Cruzning Huawei'ni savdo qaratsimligiga kirgizamdi yo'q degan masalada o'tirg'a qo'yilgan masalani oydinlashtirdi. Raymondo, men bu masala va bu masaladagi siyosatni tekshirib, qarorni tekshirib chiqaman dedi. Uningdan boshqa Raymondo bu masalada sobiq ministr, soha rahbarlari va do'stona davlatlar bilan maslahatlashadiganligini bayon qildi. yili dünya chempioni bo'lgan Germaniya davlat komandasining cholponlarining biri bo'lgan Məs'ۇt o'zil فېنەرباغچىغا tantarbiya klubi bilan rasmiy to'xtam imzoladi. Angliya Oliy birlashmasining bu yildagi eng muhim klubi Arsenal komandasi فېنەرباغچە kiyimidan 6 oy burun 25 million dollarlik o'zil kiyimiga erishdi. Bu to'xtam o'rta mezgillik yo'tkilish davrida Turkiyada emas, Yevropa matbuotlari eng ko'p tilga ilingan boshlanishning ovozini angladi. O'zilning Arsenaldagi komandadan ayrilishidagi sabab uning masalasi yoki maydondagi yetersizlikdan emas. U o'zining ijtimoiy aloqa hisobida Sharqiy Turkiston xalqining 2019 yili 12 oyda Xitoy tarafidan ziyonkashlikka uchragan yozmasidan keyin o'tirg'a chiqdi.